Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыздын берекелүү кадамы тийген, вахий түшкөн жана көчүп барып отурукташып калган жерлерди зыярат кылып, 15 күнүңүздү ибадат менен өткөзүп келүүнү каалайсызбы? Анда сиздерди тажрыйбалуу устаз Шерзат Абдуллажанов умра сапарына чакырат. Мындан сырткары Жиддадагы Кызыл деңизге жана Таиф шаарына саякаттар уюштурулуп, ар бир умра амалын аткаруучуга бирден жай намаз, аялдарга жоолук, сумкалар жана 5 литр замзам суусу белекке берилет. Байланыш үчүн номерлер 0778 20 34 16 0550 71 80 47. Arafat'ta kılınan dualar sözsüz icabat. Bazı bir ulamalar aytadiki, kimdir qarz bo'lib, dunyoda qarzini ado qila olmaydigan bo'lsa, Arafatda duo qilsa kechirilib ketadi degan so'zlar ham bor. Koy aksağı menen yüz degендей, arabızda lölü деген адамдар бар да. Ошо лөлүлөрдүн кээ бир кылыктары биздин коомчулукка туура келбеген кылыктары бар экен. Адамдардын үйүнө кирип, силердин үйүңөр оорулашып калыптыр. Муну балаң дубаланып калыптыр. Же болбосо эриң жакында бир нерсе болот экен, кырсыктап калат экен деп, анан адамдардын алдап акчасын алып, эптеп дуаны өчүртөм, анан дуаны жандыртам. Анан дагы бир жериңе бир нерселерди силерге неме болуп кетиптир деп нерселерди таап, анан болбогон нерсе менен жалган жапыртта аралаштырып адамдардын акчасын алып кетти да. Ошо лөлүлөр тууралуу айтып берсеңиз. Бул лөлүлөр өзү негизи мусулманбы, мусулман эмеспи? Bu hozirgi aytilayotgan masala sehrga bog'liq. Duolab qo'yibdi deydi, sikrlab qo'yibdi deydi. Sehr to'g'ralik bu lo'lilarning ishi bevosita sehr bilan bo'ladi. Keyin buni qilib o'sha uydan odamlar uydan topayotgan, shunaqa odamlarni bir aldamchilik yo'llar bilan aldayotgan odam bular musulmon emas. Bular musulmon bo'lib hisoblanmaydi. Musulmon deb aytilmaydi. Biz sehr to'g'ralik aytadigan bo'lsak, bir odam sehrlansa, sehrlarim duolanib qoladigan bo'lsa, 3 yo'l bilan yechiladi. Ruqya bilan, ruqya qilib xos oyatlar bor, o'qilishligi bilan yoki hijoma bilan. Hijomada jin chiqadi, hijomada sehr yechiladi Allohning izni bilan. Hijoma bilan ruqya ikkalasi bitta, xuddiki ruhsiz jasad bo'lmagani singari hijomasiz yoki ruqyasiz bir-biri bo'lmaydi. Ruqya, hijoma bir-biriga bog'liq qilish kerak, ikkalasini teng qilish kerak. Sehr yo o'qishlik bilan, ruqya bilan yechiladi yoki hijoma bilan yechiladi. Sehrni sehrim yechlik harom. Sehr bilan jandiram deb, o'chirtam deb, jo'q qilam deb, yaxshi qilam, uylantiram, ishi yurishib ketsin deb sehrni sehr bilan qilishligi bizning shariatda harom. Haqiqatda bo'lishi mumkin. Bir odamni sehrlab turib, ishini yurishmaydigan, yer tortaveradi, yer yotqisiga kelaveradi. Ish qilmaydi, bo'lak ish to'xtab qolgan, bo'lmasam shu qattiq og'riqchang bo'lib qolgan. Hali lo'li kirdida, sen maydinda mana qanday narsa bor ekan, ip bor ekan deydi, temir bor ekan deydi, bir parcha lata bor ekan deydi, surib, hali o'liklar surupiga o'xshagan narsa deb juda kalagandan keyin aytib kala deydi, kalagandan keyin asha haqiqatda chiqishi mumkin mana shu narsa. Sekr bo'lishi mumkin. Endi qanday qilib u sehrni lo'li aytib beryapti degan savol. Qanday qilib? Bunda asha aytib berayotgan lo'li o'zi asli baxshi bo'ladi. Asli jinlar bilan til biriktirib, jinlar bilan til biriktirib, meni Robbim jin degan odam bo'ladi. Biz misoqda Alloh taolo hammamizni Odam alayhisalom sulbidan chiqarib, men kimman degan Robbimizsan deganmiz. Ashitda bo'ynimizga olganmiz Allohni Robb deb. O'lguncha inshaalloh Robb deb bilamiz, Allohda e'tiqod qilamiz. Ular meni Robbim jin deydi. Jinni bo'yniga olganda, jinniga qurbonlik qilib, jinni xizmatini qilgandan keyin ular jinlar o'sha odamga xizmatkorlar beradi, jinlar beradi. Asha baylagan chuprugida qilingan banta, qulub bo'lsin, miq bo'lsin, suvay bo'lsin, tirnoq bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar ashina jin bo'ladi. Xuddiki ash odam kirganda uni jinni ashadagi jinni ko'radi. Ko'rganda jin ashi baxshiga aytadi, "Qo'yt ashi anaqa lo'liga aytadi, "Qo'yt band bor ekan, sehr bor ekan, jin bor ekan" deydi. Hali signal beradigan narsaga o'xshaydi. Tut signal beradi ba'zi odam istasa.
Ana singari sehr borligini u baxshiga aytadi. Endi ana shu narsani bori kala deydi. Kalagana chiqadi mana shu narsa haqiqatda. Ana shu sehrni sehrman yo'q qilishlik shariatda mumkin emas, harom. Va harom bo'lgan narsada musulmon odamga shifo qo'yilmadi. Haromman chechilyaptimi, hech qachon shifo bo'lmaydi. Foydasi yo'q ekanda. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q bo'lsa ham mayli odam gunohkor bo'ladi. Ana shu baxshi maytda manaqa narsangiz bor ekan desa, baxshini allashtirish kerak emas. Hop mayli chiqdi ham deylik. Ana shu narsani olgandan keyin olib turib, bu narsani ana shu odamga bermaydi. Bermaydi, masalan 40 ta uyga bor deydi. 40 ta uydan sadaqa so'ra deydi. Keyin buni u palon qabristonga borib ko'mib qo'y deydi. Degandan keyin hali odam men buni qila olmayman. O'zing yo'q qilib ber deydi haliga sikirchiga, hali lo'liga, baxshiga. Degandan keyin hali baxshi bo'pti deb olib turib, men buni yo'q qilib beraman, paloncha pul berasan deydi. 10 ming berasan deydi. Bo'lsa ham televizor sirga ham yo'g'ini berasan, telefonini berasan deydi. Qisqasi katta summada pul oladi, hali odam ketadi. Borgandan keyin hali sehrni uydan chiqqan narsani yo'q qilib yuborsa mayli, yo'q qilmaydi uni. Uni jinini bettarlashib, mahkam baylab, bir-ikki qattiqlashib, mixlab hali narsani ko'mipati hali odam shunga yana jin olib yuraveradi. Mana shu narsani shunday qilib lo'lilar bilan til biriktirib yetishligi shariatda mumkin emas, harom. Ular unday qilishligi nafaqat harom, balki u odamda u narsa ketmaydi, balki ash odamda yana ham musibati, qiyinchiligi qattiqlashaveradi. Kuchayib ketadi. Keyin hop mayli. Uni sehrni topsa bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Sehrni ko'mib qo'yilgan, chachib qo'yilgan, bo'lmasam yedirib qo'yilgan, berkitib qo'yilgan, tikib qo'yilgan, qaqib qo'yilgan, har qanaqa sehr bo'lmasin topsa bo'ladi. Olimlarimiz aytadi, sehrlangan odam. Bu odam sehrlanganini qanday bilish mumkin? Bir moldaga bordi, o'qildi. Molda ruqiy oyatlarni o'qidi. O'qiganda dem soldi, shunda haligi odamda har narsaning o'zining alomatlari bo'ladi. Shunda Ali molda aytdiki, sizda sehr alomatlari bor ekan, siz sehrlanib qolibsiz dedi. Ashe bu sehrni masalan uydaligini ham alomati bo'ladi, oshqozondagiligini ham alomati bo'ladi, yoki boshqa bir shaharda bo'lganligini ham alomati bo'ladi. Masalan Rossiyada turib cherkovlarda sehr qilib qo'yganlar bor. Cherkovda o'zida kirib, suratlariga, kiyimlariga, boshqa narsalarga ismlar bilan sehrlab qo'ygan sehrlar bor. U o'qigan molda biladi uni. Keyin haligi odam sizni uyingizda ekan desa, misol sehrni. Sehrlangan odam kelib, bir oyatni aytib, ashi sehrni istasa bo'ladi. Ashi oyatni aytadi, ashi oyatni aytib, ashi yuradi. Misol shkafni oldiga boradi, televizorning oldiga boradi, kuxnaga boradi, uydagi hovuzning oldiga boradi, gulning oldiga boradi, so'rning oldiga. Ne ashi oyatni aytib yuradigan bo'lsa, agar shu odam shu yashirib qo'yilgan, bekitib qo'yilgan sehr yaqinlashganda odamda ahvol o'zgaradi. Yo qattiq bosh qisadi, yoki hushidan ketadi, yoki oyog'i ishlamay yiqilib tushadi. Shunaqa bir holat bo'lganda ashitni istash kerak. Xolasin qazisin, xolasin dam solingan suv sepsin, biz aytgandaqa. Xolasin agar bir idishlar bo'ladigan bo'lsa, shu notanish bir idishlarni olib, o'ziniki bo'lmagan idishlar bo'ladi tashitda. Ashini olib, ashi mutaxassis, ashi o'zining sohasini hadis anaqasi ustasi bo'lgan shu domlaga olib borib beradigan bo'lsa, shu sehr oyatlari bilan dam solingan suvga soladi, yaqiladigan narsa yaqiladi. Shu bilan inshaalloh topiladi. Bu oyat Qur'onda keladi. Auzubillahi minashaytonirrojim. Ma ji'tum bihi sihr. Ma ji'tum bihi sihr. Ma ji'tum bihi sihr innalloha sayubtiluh. Buni qo'tarmasi bu yerga olib kelgan narsa sehr. Albatta Alloh sehrni yer bilan yakson qiladi. Albatta Alloh sehrni yo'q qiladi degan oyat. Mana shu oyatni aytib sehrlangan odam, sharti sehrlangan odam, uni akasi, ukasi, ayol, boshqa odam emas. Sehrlangan odam o'zi aytsa, inshaalloh sehr topiladi. Inshaalloh. Lekin lo'limi yetishligi bilan bu narsa ketmaydi. Ashu odam o'zi shar'iy yo'l bilan yetishligi inshaalloh sehr topiladi va u odamda bu narsa ketadi inshaalloh. Sehrni keltirishning yo'li 3 yo'l bor dedingiz. Birinchisi ruqiya qilishdir, ikkinchisi hijama qilishdir, uchinchisi qaysi bo'lib qoldi shunda? Uchinchisi sehrni sehrman yo'q qilaman dedi. Sehrni sehrman yetishlik. Bu nafaqat hozir biz lo'lilar deyapmiz, balki ko'z ochiqlar deganlar bor.
Asha qasidaxon mo'lda ham deyilmaydi, o'zi qasidaxon domlalarni qasidaxon deb qo'yiladi. Asha ko'zi ochiq baxshilarga borishligi, borib mana shu narsani toptirib o'zlaricha chetishligi bilan bu narsa chechilmaydi. Bu faqat asha shar'iy ruqiy oyatlarga yechiladi inshaalloh. O'shanda ikki yo'lig'ani adol ekandan-da. Albatta. Ikki yo'li. Ikki yo'li halol, uchinchisi harom. Uchinchisida asha baxshiga borsin yoki lo'liga toptirsin, bu yo'l bilan sehr yechilmaydi. Anam haligi televizorda qarab o'tirsangiz kundan chiqib qoladi-ku, men duoni jandiram, yo'qsa men qasidachi moldomun deb shuni chiqib qoladi-ku. O'sha chin ele molda bo'la turgan bo'lsa, andib chiqarmasa kerak deb o'ylayman-da. Klassda molda bo'la turgan bo'lsa. Bunda endi hali yaxshi narsa reklama qilinmaydi deydi-yu. Foyda topayotgan odam bo'lsa, ummatga xolis xizmat qilayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh u odamning o'qishligi haqiqatda ta'sir qilayotgan bo'lsa, reklamaga hojat qolmaydi. O'zi normal yozishligi. Ha, bir odam shifo topadigan bo'lsa, misol qandan qayoqqa boryapti odamni shifo izlab. Bu davlat emas, balki nechta davlat oshib ketishyapti. Unday qilishligi endi balki bir sabablarga ko'radir. Lekin unday qilishlik asli yaxshi emas. Agar haqiqatda o'zining ishi bo'ladigan bo'lsa, buni ijro qiladigan bo'lsa bo'ladi. Misol Yusuf alayhisalom aziz podshohdan so'ragan, meni mana shu xazinalarga meni boshliq qilib qo'y, men qanday taqsim qilishni, qanday berishni bilaman degan. Buni so'ragan mana shu mavqe edi. Unda Yusuf alayhisalomdan boshqa bu ishni qiladigan odam yo'q edi. Yaxshi bilatiladi. Yaxshi bilardi, mutaxassis bu narsaga ahli ham yetdi, Alloh taolo berdi. Mana shu sabab qancha yil ham, mana shu 7 yil ham ashlarni ochachilikdan saqladi. Endi shu ishini ustosi bo'ladigan bo'lsa haqiqatda, mana shu qilayotgan ishim meni bo'ynimdagi omonat. Allohning oldida berayotgan shu zaytun bo'lsin, qus bo'lsin, sidr bo'lsin, shunga ham javob beraman. O'qiyotgan oyatimga men oldimga kelayotgan odamlarning vaqtiga ham javob beraman degan omonatli, mas'uliyatli odam bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh jariya qilsin. Biz ham u odamlarga agar shunaqa bemorlar bor, ularni ham jo'natamiz. Inshaalloh shu odam shifo topib olsin. Biroq antib o'zini jariya qilavergan, bari shunda shariatning dengelini shariatga solib ko'ra turamiz, yaxshi emas ekanda bari. Albatta. Ha. Biroq ana bir bunday jin chaqirgan molda emas, Allohchi o'z negizi. Ayollarga aytadigan, sening jiningni biz qo'shilib turib chiqaramiz. Qo'shilsa ana sening jining kuyadi deydi. Shundan dengeli qanchalik chinligi bor? Uni asli bular bir gap bilan aytganda, qo'pol qilib aytganda, bular virus deyiladi. Odamlarni o'ldiradigan virus. Oilalarni buzadigan virus. Bularda mo'lla ham, domla ham deyil. Bular virus deyish kerak bularni. Bular ashalarni faqat aldamchilik, aldamchilik yo'li bilan asli bu narsa bilan unda u narsa ketmaydi. Bu haromda. U narsani o'zida asli qilish mumkin emas. Shariat bu narsa qattiq tegib solgan. Unday qilib, unday o'qishligi, sen menga masalan tek, men seni yaxshi ko'raman deyishligi bu mumkin emas. Bo'lmaydi bunday o'qishlik. Qat'iy shariatda harom qilingan narsa bu. Anti ema olgani meni bari ondan jin chiqmaydi. Chiqmaydi. Onun üstüne naborot bu yerda gunoh bo'ladi-da. Gunoh keyin asha ayoldagi jin asha mo'ldani ixlosini keltirishlik uchun o'qiyotgan Qur'onini, fazilatini u odamdan kuchini ketkizishlik uchun asha domlani asha ayol sababli aldashga qattiq harakat qiladi. Masalan, chiroyli ko'rinishi, bo'lmasa boshqa bir jinni asha erkak yoqadigan harakatlar qilishi mumkin. Agar mana shu mahalla shu odam, shu mo'lda shu ayolni makriga, ayolni emas, ayolning ichidagi jinni makriga uchadigan bo'lsa, u domlaning ixlos ko'tariladi, tamoq o'qiradi. Lekin u odamga bo'lgan Qur'onning fazilati u odamda topilmaydi. Nimaga? U asha ayolni makrga, ayol ichida jin makriga uchdi. Bo'ldi, u odamni jin choldi, bo'ldi. Jin chop qo'ydi. Qanday chop qo'ydi? Fitna bilan chop qo'ydi. Fitnaga tushmasan xolis, mahrami bilan, xolis Alloh uchun mahrami bilan. Bo'lganda ham yuziga parda tashlatdi. Mahram o'tiribdi. Yuziga paranji, qora parda anaqa jo'loqni tashlatib o'qiydigan bo'lsa, inshaalloh shuni ahvolini ko'rasiz, yaxshi bo'lishligini. Agar unaqa emas, bitta o'zi bo'lib, bu narsa qanday kelib chiqadi? Mahramsizlikdan. Otasi bilan kelmaydi,
akasi birga kelmaydi, eri birga kelmaydi, o'g'li bo'lsa o'g'li birga kelmaydi. Yoki tag'asi. O'zini chaqiradi deng. Ayol o'zincha kelib o'qilishligi shariatda mumkin emas, tiyu solingan. Rasululloh halokat degan. O'lim. Ayolni ham o'ldiradi bu narsa, erkakni ham o'ldiradi. Nima o'ladi? Dini bilan o'ldiradi bu narsani. O'sha yerdan fitna bor ekan. Fitna, o'ta qattiq fitna bo'ladi. O'zing kel, yolg'iz o'qiyman degandilar, shu yerdan o'sha masala bu moda tinchidi degan so'zga. Ashtaga unda u domlaniga ehtiyot bo'lish kerak degan narsada. Ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Alloh razı olsun domla. Vaqtingizni berib atayin. Hayat qurib berganingiz uchun. Keyingisinde domla shu o'zingizning nemangiz bo'yicha jinderni chiqaruv bo'yicha сөйлөшсөк, qantib chiqarasiz? Кейде sizga dagı ataka qilgan uchunlar bolup, shunday turali сөйлөшсөк, qo'mchilikqa dagı keyingi foydasi yetili. İnşallah Allah razı olsun. İnşallah. Damla, hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli musulmon birodarlar, sizlar bilan biz Ilim Keni kanalı 15 minut 16 minut bo'yi sizlar bilan cho'g' bo'ldik. İnşallah. Vaqtingizni bölüp atayin sizler de görgünüzler için Allah Teala sizlerge uzak ömür versin, densoluk versin, albatta jin shaytanlardan alыс qilgan bo'lsin. Jana jin shaytanların jamaatlarından alыс qilgan bo'lsin. Kanalga жазылып болсоңор тугандар, kanalga жазылып подписаться кнопкасын басып койгула, жана коңгуроону басып койсоңуздар жаңы чыккан маалыматтар, Абдукахар дамланын маалыматтары дайыма биринчилерден болуп көрөсүздөр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.